qo'rqqan vaqtda, nimadir o'ylagan vaqtida xavotir kuchayadi-ku. Qon bosimi ko'tarilishi va yurak urish sonining tezlashishi bu norma. Bundan qo'rqmaymiz. Chunki gipertoniya kasalligi yo'q sizda, qon bosimi xastaligi yo'q. 10-20 ko'tarilish hech narsa emas. Siz yoshsiz, organizmingiz ko'taradi uni. Fizika nagruska qilgan vaqtingiz, hayajonlangan vaqtingiz ko'tarilishi bu norma. Zo'r. Demak, doringizni bemalol ichyapsiz. Doriga shakllanib qolgan fobiyangiz pasayganini bildingiz o'zingiz, to'g'rimi? Endi bu dorini ichyapman bemalol. Bemalol ichyapsiz. Super, молодец. Boshqasini. Endi hozir boshqa dori sizga kerak bo'lmagan uchun ichmayapsiz-da. Boshqasini ham xuddi o'sha shu taktikada mana shu bajardik-ku, qildik ketma-ketlikda hammasini ishlanadi. Xuddi mana shu narsada boshqa dorini ham ichsangiz bo'ladi. Maslahat beraman. Masalan, oddiy kalsiy glukonat. Yo magniy iching. Yo nimadir qo'shingda, biz prosta fobiyangizni pasaytiramiz mana shunaqa qilib. Keyin ertaga xohlagan dorini xohlagan vaqtda ichishga bemalol, xavotirsiz ichishga moslashasiz, o'rganib qolasiz. Kelishdikmi? Kalsiy glukonat bor, oddiy tabletka. Shundan iching. Kalsiyni ko'paytiradi, zarari yo'q. Yoki magniy B6 iching. Maqsad sizda fobiya bor edi, medikamentozni fobiyangiz bor edi. Maqsad fobiyani yo'qotish. Holatingiz necha foizga yaxshi? Birinchi kelgan vaqtingizdan hozirgi holatingiz necha foizga yaxshi? Foizda olsak, taxmin aytaylik. Qancha bo'ldi ko'rishganimizga? 1 hafta bo'ldimi, 10 kun bo'ldimi? 15 kun bo'ldi. Xo'p, necha foiz yaxshi holatingiz? 50-60% o'zi holatingiz yaxshi. To'g'rimi? 10-15 kun bo'ldi ko'rishganimizga. Bu holatingiz yaxshilanishiga deyarli o'zingiz harakat qilganingiz uchun yaxshi bo'ldi. Men absolut hech narsa qilib berganim yo'q sizga. Prosta konsultatsiya qildik, holat tushuntirib, vazifa berdim xolos. Vazifani qanchalik bajarsangiz, ana shuncha yaxshi bo'lib ketasiz. Hali birinchi kun kelganingizda siz o'zingizga bog'liq psixoterapiya qancha davom etadi deganingiz o'zingizga bog'liq degandimi sizda? Xuddi shu narsa mana o'zingizga misol bo'ldi-da, ya'ni isbot bo'ldi. Kelgan kunim mana oldimda ichuvdingiz-a dorini, qo'rqib zo'rg'a choluvdingiz. Ha, mavzu